Rossiyaning o'rmonlarida ham odam zerikib ketdi. Chivinlar ham jonga tegdi ama. Qani endi biletlar arzon bo'lsa O'zbekistonga borib oilam bag'rida yashasa. Nima gap? Nima diqqat qilib o'ylanib o'tiribsiz? Ha, uyga ketish kerak, bola chaqani sog'indik biz ham. Yo'q. Kakra sizdaqa insonlar uchun Mustafa aviakassasi biletlarni vobshe suttekin qilib olibdi. Yo'q-a? Ha? Anjanga ham olib boram? Nafaqat Anjan aka, O'zbekistonda har bitta viloyatiga olib boradi, Moskvadan. Dokumentim ham yo'qda meni. Dokumentingiz yo'q bo'lsa, sizdaqa odamlarni, dokumenti yo'q insonlarni o'zlari kutib olib aeroportda, o'zlari olib kirib, samolyotga Milisadan o'tkazib, qo'rqaman-da. milisalar chepuxa u insonlarga, ishonavering. Yo'q-a? Olib kirib o'tkazib, duo berib chiqarib boryapti ekan. Nomerini bering, yaxshi odam nomeri bor. Kakrazning nomeri ham bor-da. Mana shu nomerini chiqarib qo'yaman. Qadrdonlar, sizlar uchun ham bu tavsiya. Kim Rossiyadan O'zbekistonga, O'zbekistondan Rossiyaga uchmoqchi bo'lsa, bemalol shu aviakassalarga telefon qilinglar. Eng ishonchligi bo'lib turibdi, eng arzoni bo'lib turibdi, suv tekini bo'lib turibdi. Mustafa aviakassalari. Aloqaga chiqinglar. Kvartirada narsalarni yig'ishtirib keldi. Bo'ldi. Bemalol telefon qilaverasiz. Xo'p. Sizlar ham telefon qilaveringlar. Assalomu alaykum azizlar, sog'liksizlar, salomatmisizlar, charchamasizlar azizlar. Xudolar bugun aeroport amal etyapmiz. Passajirlarimiz bor edi, kuzatgan ekanmiz, chiroyli qilib. Aka, xizmatlarimiz sizga yoqyaptimi? Ha, yo'q. Hamma chiroylimi? To'g'rimi aka? To'g'ri. Adresingizdan olib, olib kelib, chiroyli qilib kuzatib bordik aka. Mustafa gruppasiga omad tilaymiz. Qolganlarga ham shu taklifni Tavsiya qilasiz. tavsiya qilamiz. Xudo xolasa, akamizni ukasini yana 3 ta she'rlarni o'zimiz jo'natganmiz, chiroyli qilib. Xolos, aka. Yaxshi, hammasi zo'r gap yo'q. Azizlar, yana kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, shu pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Mustafa aviakassasi xizmatlari.